Ormon yo'lidan o'tgan har bir odam nima uchun to'satdan tezlikni pasaytirish istagini his qilganini hech kim tushuntira olmadi. Yo'l tor, jim, qalin tumanga o'ralgan, lekin asl sabab doim bir xil edi. U shu yerda turardi. Yolg'iz, mukammal jim. Go'zal qiz o'rmon yo'lining egri chizigida, go'yo kimnidir kutgandek yoki nimadir. Haydovchilar uni ko'rgan zahoti yuraklari ura boshlaganini aytishdi. Ba'zilarning aytishicha, vaqtning ozi muzlagandek edi. Boshqalar esa o'z fikrlari endi ularga tegishli emasligiga qasam ichdilar. O'sha tunda bir kishi telefonining xira nuriga qarab yolg'iz o'zi yo'l bo'ylab yurdi. Burilishga yetib borgach, to'xtadi. U shu yerda edi. Uning libosi toza, loy tegmagan, shamolsiz havoga qaramay, sochlari ohista to'kilgan edi. U hech narsa demadi. U faqat unga qaradi. Uning ko'zlari chuqur, xotirjam va deyarli jozibali edi. Ularning orasidagi sukunat har qanday qichqiriqdan kuchliroq edi. Erkak ko'kragida galati tortilishni his qildi. Sevgi emas, qo'rquv emas, qorongiroq narsa, nimadir nomini berishni xohlamadi. U bir qadam yaqinlashdi. Ormon go'yo tinglayotgandek ichkariga egilgandek bo'ldi. Har qadamda uning fikrlari og'irlashib, buzilib, hech qachon baland ovozda gapirmagan tasvirlarga tolib borardi. Qiz uning fikrini eshitganday boshini biroz egdi. Uning lablari zaif tabassumga egilib, issiq emas, shafqatsiz emas, bilish. Erkak o'zini fosh bo'lib his qildi. Go'yo uning ruhi uning oldida yalang'och turgandek edi. U bor yo'g'i bir necha fut narida turganida havo o'zgardi. Uning soyasi undan oldin harakatlanib, yer bo'ylab g'ayritabiiy tarzda cho'zilgan. Erkak uning silliq terisida yoriqlar, shisha singandek nozik chiziqlar paydo bo'lganini payqadi. U orqaga qadam tashlamoqchi bo'ldi, lekin oyoqlari itoat qilishdan bosh tortdi. Uning ko'zlari qorayib, butunlay qorayib ketdi. Ormonni emas, balki o'zining yuzini aks ettirdi, aybdorlik bilan burishdi. Sekin-asta, imkonsiz sekin, uning yuzi o'zgara boshladi. Bir tomoni go'zal, insoniy, jozibali bo'lib qoldi. Boshqa tomon siljidi, teri tutunga aylandi, ko'zlar qizarib ketdi, tishlar qadimiy narsaga aylandi. Uning og'zidan emas, birdan hamma joydan pastroq shivirlab eshitildi. Siz o'ylagansiz, shuning uchun men keldim. Erkakning nafasi vahima bilan parchalanib ketdi. Shunda u hech qachon gapirmaganini, hech qachon qimirlamaganini va hech qachon kerak emasligini tushundi. U jasadlarni ovlamagan. U ov niyatida edi. Har bir aytilmagan istak, har bir yashirin gunoh uni yaqinlashtirib, qiyofasini shakllantirgan edi. Ormon chiroqlari miltilladi. Uning insoniy yarmi sonib, ostida faqat jinlar qoldi. Baland bo'yli, soyali, tepasida ko'tarilgan. Shivir-shivir qaytib keldi. Bu safar sovuqroq. Men sizning fikrlaringiz boshlangan joyda mavjudman. Erkak qichqirdi, lekin ormon ovozni yutib yubordi. Ertalab sayohatchilar xuddi shu yo'ldan o'tishdi. Qiz yo'q. Odam yo'q. Faqat yerda kuygan kulga o'xshagan xira iz va avvalgidan ham og'irroq bo'lgan sukunat. Va qayerdadir, ko'rinmas, u allaqachon kutayotgan edi, topilmadi, lekin tasavvur qilish uchun.